Ko'kbo'ri to'dasi o'lja qidirib topishga ko'p vaqt sarflamay qo'ydi. O'rmondan, dengiz bo'ylaridan, tog' yonbag'irlaridan albatta o'lja topishardi. Hammayoq osoyishta, kunlar bir tekisda o'tardi. Erkatoy qizaloq Oppog'oy ham ko'payishdi. O'z to'dasiga shodlik, quvonch olib keldi. 3 o'g'il va 2 qiz bo'rivachchalarni tug'ib, onalik gashtini surardi. Ona bo'ri to'dasini boshlab daryo yoqalab ketardi. Hammasi och, holdan toygan. Issiq iqlim boshlangan chog'i, qish fasli boshlansa-da, bu yerlarda qor yo'q. Maysalar yashil rangda. Faqat o'txo'rlar to'dasi barglarni qoldirmay sidirib ketgan. Hatto mayda daraxt va o'simliklarni po'stlog'igacha sidirib yeb ketishgan. Chap tarafda kenglik yaylovlar, o'ng tarafda daryo to'lqinlanib oqardi. Daryo qirg'og'i katta toshlar bilan qoplangan. Ona bo'ri to'xtab ozgina turdi. Keyin daryo qirg'og'iga tushib toshdan toshga sakrab ketdi. Ancha yodidan ko'tarilgan chog'i oyoqlari sirpanib ketar, 2 marta yiqildi ham. Ona bo'rining holini ko'rgan to'dasi tepadan yugurib ortidan borardi. Faqat jasur bo'ri onasi izidan qolmadi. Bir mahal ona bo'ri nimanidir topib suvga o'zini tashladi va katta baliq tutdi. Chetroqqa chiqib baliqni yedi. Onasini baliq tutganini ko'rgan jasur bo'ri ham shoshilib baliq ovini boshladi. Qolgan to'dasi ham birin-ketin baliq ovini boshladi. Ortda kelgan bo'rilar to'dasi ham ona bo'ri to'dasi izidan kelardi. Ular ham 200 metrlar chamasi uzoqlikda to'xtashdi. Ayiq jangida sardori va olg'ir sheriklardan ajragan to'da karaxt holda qolgandi. Bu to'dada Jiblajibon laqabli bo'ri bo'lib, u o'zi qo'rqoq, tili botir edi. Jiblajibon o'zini sardordek tutar, kichik jismini g'ozdek tutardi. Hamma bo'rilar og'ir judolik sabab Jiblajibonni aytganini qilishni ma'qul ko'rar. Jiblajibon ona bo'ri izidan to'dasini boshlab keldi. Chunki ona bo'rini saxovatli va aqlli ekanini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Jiblajibon to'dasini baliq ovlashga undadi va o'zi ona bo'ri oldiga qarab ketdi. Ortada qolgan to'dasi beixtiyor kulib yubordi. Chunki Jiblajibon toshlarni ustidan sirpanib ketar, goh yiqilib, goh turtinib borardi. Ortidan eshitilgan kulgidan u xafa bo'lish o'rniga to'dasini kayfiyatini ko'targanidan xursand bo'ldi. Ona bo'ri to'dasiga yaqinlashganda, ona bo'ri ham Jiblajibonni kelishini ko'rib, kulib qarab turardi. "Seni o'lging keldimi? Bizni ortimizdan ta'qib qilyapsan?" deb so'radi ona bo'ri jiddiy ohangda. "Men senga minnatdorchilik bildirgani keldim. Sen va seni to'dangda mardlik hissini ko'rdim. Senga do'stlik taklifini olib keldim", deb Jiblajibon ona bo'riga yaqinlashdi. Ona bo'ri samimiy fikrlardan keyin do'stlikka rozi bo'ldi. Jiblajibon bo'ri ortga qaytmoqchi bo'ldi-yu, ona bo'ri to'dasini kulgisidan keyin tepaga sakrab chiqib yugurib ketdi. Jiblajibon kelganda to'dasi quvlashmachoq o'ynar, baliq quvlar, qaysidir bo'ri sirpanib yiqilar, hamma xursand, quvnoqlik shukuhi edi. Faqat birgina bo'ri ularni kuzatib turardi. Hamma Jiblajibonni ko'rib qaradi. "Men ona bo'ri bilan do'stlik taklifini gaplashib, do'stlashib keldim. Sizlar ham do'st bo'linglar", deb qichqirdi u. To'dasi hayron bo'ldi. Ba'zi bo'rilar "Kim qo'yibdi senga to'dani boshqarishni?" deb so'ksa, boshqalari "Sardor saylaymiz. Senga yo'l bo'lsin mishiqi", deb baqirardi. Buni kuzatib turgan bir bo'ri Jiblajibonni yoniga kelib to'dasiga qaradi. "Men Jiblajibonni sardor bo'lishiga roziman. Chunki hammang mag'lubiyat va musibatdan o'zingni yo'qotib qo'yding. Bu esa bizni yemishga boshlab keldi. Shu qatorda katta to'da bilan do'stlashdi. Biz ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlasak, albatta Jiblajibon ishonchimizni oqlaydi." Shundan so'ng to'da ham noiloj rozilik berdi. Ona bo'ri shu daryo bo'yiga makon qildi. Bo'rilar ham
kunlar o'tgan sayin baliq ovlashni o'zlashtirib oldi. Bu yerlarda qish fasli kech boshlanib, erta tugashini nazarda tutsa, bizni bo'rilarimiz qiyinchilik ko'rmadi desa ham bo'ladi. Mana, oylar o'tib, bahor fasli ham keldi. Yaylov va daraxtlarni yashil libosini kiydirib, sayroq qushlarni sayrashga undardi. Oppog'oy va ko'kbo'ri ham hayot zavqini surib yurardi. Bu yerlarda hali bahor fasli kelmagan, go'yo hamma yoq qorga burkangan. Ular bolalarni olib tog' yon bag'riga borishar, bir tepalikka chiqib, uzoq kelajak haqida suhbatlashishardi. Shunday kunlarni birida qish uyqusidan uyg'ongan urg'ochi qo'ng'ir ayiq ikki bolasi bilan ozuqa izlab chiqdi. Yemish topmasa, bolalari ham o'zi ham halok bo'lishi aniq edi. Bu vaqtda ko'kbo'ri va to'dasi ham ovga chiqib ketgan. Uyada faqat Oppog'oy bolalari bilan ovora. Uncha uzoq bo'lmagan katta uyada ikki urg'ochi ona bo'ri va bolalari bilan qorda o'ynardi. Bir mahal urg'ochi bo'ri yugurib Oppog'oyning yoniga keldi. Bir ayiqni ko'rdim, ikki bolasi bilan yemish izlab yuribdi, dedi ko'zlari chaqnab. Unda tezda bolalaringni yashir, ayiqlarni chalg'itib olib ketishimiz kerak, dedi Oppog'oy. Oppog'oy ham bolalarini yashirib, ikki urg'ochi bo'rilarni olib, ayiqlarni izlab chiqib ketdi. Uncha uzoq bo'lmagan joyda katta qo'ng'ir ayiq yurardi. Ortidan ikki bolasi quvlashib, o'zaro urushib onasi tomon shoshilardi. Ular uchun hayot go'zallikdan iborat. Qorin tashvishi yo'q, eng og'ir ishi qorin to'yg'izish edi. Oppog'oy va sheriklari uch tarafdan shoshilmay yaqinlashib bordi. Ularning vazifasi ayiq bolalariga xavf tug'dirish va uyadan uzoqqa haydab yuborish edi. Bo'rilarni ko'rgan ona ayiq quvlashib yurgan bolalarni yoniga chaqirdi. Oppog'oy ona ayiqqa yaqinlashdi. Ona ayiq Oppog'oyga tashlanib quvib yubordi. Bu vaqtda urg'ochi bo'rilar ayiq bolalariga tashlandi. Ona ayiq bolalari tomon shoshdi va ikki urg'ochi bo'rilarni quvlab ketdi. Fursatdan foydalanib, Oppog'oy ayiq bolalariga tashlandi. Ona ayiq ham, ona bo'rilar ham farzandlari uchun kurashardi. Oppog'oy va urg'ochi bo'rilar ona ayiqqa yaqin bormas, faqat bolalarni haydab, keyin to'xtashdi. Ikki bolasini olib, ona ayiq ketdi. Oppog'oy katta ish qilgandek uyasiga qaytib keldi. Ko'kbo'ri to'dasi uyaga qaytganda sokinlik hukmron edi. Ona bo'rilar bolalari bilan ovora. Bahor fasli bo'lsa-da, oppoq qorlar erimagan. Lekin ayozli kunlar ortda qolib, bahor havosi qulochini ochib kelardi. Shu kunlarda Oppog'oy ukasi Yoqimtoy bo'rini xatti-harakatlari o'zgarib qolganini sezdi. Yolg'izlikni xohlab, osmonga ko'p tikilib qolar, tez-tez o'zi sayrga chiqib ketardi. Ona bo'ri to'dasiga uyg'onish fasli, to'kinchilikni olib kelgan bo'lsa, shu qatorda xavfni ham olib keldi. Qish uyqusidan uyg'ongan ayiq polvonlar ozuqa izlab daryo bo'yiga kela boshladi. Bu yirik, kuchli va yovuz maxluqlar ularni daryo bo'yidan haydar edi. Jiblajibon to'dasi ham ayiqlar kelganda chekinar, ketishganda yana qaytib kelib ov qilardi. Jiblajibon qancha harakat qilmasin, baliq ushlashni o'xshata olmasdi. Ko'pincha urg'ochi bo'rilar yordam berardi. Ona bo'ri tushundiki, bu yerlarda boshqa qola olmaydi. Kundan kun ayiqlar ko'payib boryapti. Kecha kunduzi oilasi xavf ostida qolyapti. Ona bo'ri ko'p o'ylab oxiri ketishga chog'landi. O'txo'r hayvonlar ko'paygani sabab cheksiz yaylovlarga to'dasini boshladi. Bir kuni Yoqimtoy bo'ri va ikki sherigi bilan sayr qilib yurganda Yoqimtoy to'xtadi. Bu yerdan begona bo'ri o'tibdi, dedi u iskalanib. Ha, shirin hidi mast qilyapti, dedi sherigi. Yoqimtoy bo'ri yoqimli hid ortidan ergashdi. Ikki bo'ri izidan uzoq yurishdi. Ular o'rmondan chiqib, dengiz bo'ylaridan o'tib, qir oshib ketishdi.
Yoqimtoy sezdiki, shu atrofda izlagan yoqimli ifor sohibasi bor. Ular qiryon bag'irlab borishardi. Yoqimtoy sekinlab, nimanidir sezgandek sekin bordi. Uzoq pastlikda ikkita oq bo'rilarni ko'rdi. Bu oq bo'ri opa-singillar hech bunchalik uzoq safar qilmagandi. Ota-onasi ham oppoq bo'lgani uchun oq bo'rilar to'dasi degan nom olgan. Ikki qizini yeru ko'kka ishonmasdi. Nima topib kelsa, birinchi qizlariga berardi. Kattasini oq oyoq deb, kichigini injiq qizim derdi. Oq bo'rilar ortidan kelayotgan bo'rilarga qarab turar. Yoqimtoy bo'ri yaqinlashib borganda yoqimli hid sohibasini topdi. "Nega izimizdan kelyapsizlar?" dedi oq oyoq bo'ri. "Sayr qilib yuribmiz", dedi dovdirab qolgan yoqimtoy bo'ri. "Bizni yerlarimizga kirib qoldinglar. Otam bilsa sog' qo'ymaydi", dedi injiq bo'ri. Ularning tortishuvlari ham tugab, tanishib olishdi. Oq oyoq, "Biz ketishimiz kerak", deb yo'lga chiqdi. Ortidan singlisi ham ergashdi. "Men qaytib kelaman", dedi yoqimtoy va ortda qoldi. Oq oyoq uyasiga kelganda onasi qarshi oldi. "Qayerlarda yuribsizlar? Na izing bor, na ising bor." "Biz sayr qilib yurgandik, o'rmonga borib keldik", deb bosh egdi oq oyoq. "Bir haftadan oshdi. O'rmonda nima bor senlarga? Bir og'iz aytib chiqib ketsang bo'lmaydimi?" deb onasi tanbeh berdi. Injig'oy mavzuni o'zgartirib, "Biz dengiz bo'ylarini va o'rmonni sayr qildik. Juda go'zal joylar ekan. Yot bo'rilar to'dasi bilan do'stlashdik", deb qo'shib qo'ydi. "Ha, otang shunisidan qo'rqardi. Otang do'sti to'ng'iz bo'rini o'g'illari bilan tanishishingni xohlardi. O'zini yaqinida bo'lasan har holda." "Ona, to'ng'iz bo'rini o'g'illari ham o'ziga o'xshagan to'ng'iz u", deb norozilik bildirdi oq oyoq bo'ri. Ularning gapi tugamasdan Sardor oq bo'ri va to'dasi ham kelishdi. Qizlarni ko'rgan Sardor qovoq uyib yaqinlashdi. "Shuncha kundan beri qayerda edilaring?" deb bosh ko'tardi. "Singlim bilan o'rmonga bordik", dedi oq oyoq bo'ri. "Endi faqat to'da bilan yurasanlar, ovga chiqasan. Senlarni ko'p erkalatib yubordim chog'i", deb qat'iy qaror chiqardi otasi. Yoqimtoy bo'ri ortiga qaytarkan, butun vujudi qizib, olamga sig'mayotgandek edi. Uyiga qanday kelganini ham bilmay qoldi. To'dasi dam olishardi. Shunda oppog'oy, "Qayerdan kelyapsanlar? Shu kunlarda o'zgarib qolding senlar", deb so'kib ketdi. "Urishma ukangni, katta bo'lib qoldi, o'zi bilganini qilsin", deb o'rnidan turdi Sardor ko'k bo'ri. "Sayrga borgandik, ancha olislab ketdik. Dengiz tepasida, qirlar ortida oq bo'ri to'dasi bor ekan", deb oppog'oyga yaqinlashdi. "Go'zal sohib jamolni uchratdim, sizga o'xsharkan", dedi u. "Opangni yagona deb o'ylagandim", deb hazilomuz gap qistirdi ko'k bo'ri. "Sizlarga gap bo'lsa bo'ldi", deb oppog'oy arazlagandek bosh burdi. Shu bilan hazil huzur boshlanib ketdi. Opasi bilan yoqimtoy uzoq gaplashib o'tirdi. Yoshligini eslashdi. Jiyanchalari bilan dumalashib o'ynadi. Oxiri charchab, erkatoy bo'ri sheriklari yoniga borib yotdi. Kundan kun kunlar isib borardi. Ochilgan gullar qo'ynida asalarlar bol olish bilan ovora. Bu pallada ona bo'ri to'dasi bilan makonsiz sarson kezardi. Yo'l yo'lakay o'lja tutib boshi oqqan tarafga ketardi. Aslida o'txo'r hayvonlarning yaqinidan makon topmoqchi edi. U yerlarni o'z egalari borligini bilmagan ekan. Ko'p harakat qildi. O'lja tutsa asosan arslonlar to'dasi yoki yo'lbarslar olib qo'yaverdi. Ona bo'ri tinchroq joy izlab yana tog' yonbag'irlariga kelib qoldi. Bu yerlarni oldin eshitmagan ham edi.
Yon atrofni maysalar, xushbo'y gullar qoplagan. Uzoqroqda tog' yashil libosini kiyib, ko'z-ko'z qilardi. Atrofni jimlik egallagan, faqat qushlarning sayrashi jimlikni buzib turardi. Ona bo'ri ortidan jiblajibon to'dasi ham keldi. Ular odatdagidek yaqinroq joyga joylashdi. To'dasida bolalar tug'ilganidan beri tinchlik yo'qolgandek, bo'rilar bolalari bilan ovora bo'lib qolgan. Jiblajibon to'dasi ona bo'ri to'dasi bilan ancha yaqin bo'lib qolgan. Kun bo'yi birga faqat yotishda o'z uyasiga borardi. Ona bo'rining yonida parvona bo'lganda jiblajibonga yov qarash qiladigan bo'rilar ham oxiri ko'nikib qolgan. Xuddi bir to'dadek bo'lib qolishgandi. Ovga chiqqanda jiblajibon ko'pincha quyon ushlab, ona bo'riga tortiq qilardi. Ona bo'ri esa kiyik go'shti bilan siylardi. Bu orada ikki to'da ham o'ziga vafodor do'st topishga ulgurgan. Jasur bo'ri jiblajibonni singlisi qoraqosh bo'ri bilan tez-tez sayrga chiqardi. Qoraqosh ham o'ziga yarasha ov tajribasiga ega. Ikkalasi hatto katta to'ng'izni ham qulatgan. Ona bo'ri hayotida osoyishta hayot boshlandi. O'zlari bilmagan holda to'dasi ham bir to'daga aylandi. Tong saharda yoqimtoy yo'l taraddusiga tushdi. Uni ko'rgan sherigi Malla bo'ri ham ergashdi. Yoqimtoy ikkalasi Oppog'oyning yoniga keldi. "Ona, biz qir ortiga borib kelamiz", deyishdi ular. "Yana o'sha oqayoqmi? Qachon esing kiradi? Ularni to'dasi senlarni o'ldirib tashlaydi", deb ortiga qaradi-yu, yana bir nimalar deb so'kdi. Chunki Yoqimtoy va Malla yo'lga chiqishgandi. Oppog'oy noiloj rozi bo'ldi. Nima ham qila olardi? To'dasi ovga ketgan, hamma yoq jimjit. Faqat 3 ona va bolalar qolgandi. Yoqimtoylar dengizga yetganda ikkita katta qo'ng'ir ayiqni dengiz qirg'oqlarida ko'rdi. Ular yemish qidirib yurardi. Yoqimtoy ularga ozgina qarab turdi-da, yana yo'lida davom etdi. Kun kechkirib qolganda ikki ayiq o'rmon ichida yemish qidirardi. Ayiqlar bo'rilar uyasi yaqiniga kelib qolishdi. Odatda ona bo'rilar uyani tashlab uzoqdan kuzatib turishardi. Ayiqlar o'tib ketishgandan keyin uyasiga qaytardi. Bu safar unday bo'lmadi. Bo'ri bolalarini sezgan och ayiqlar uy atrofini aylanib, old oyoqlari bilan uyani buzishga harakat qilardi. Bu mudhish manzarani ko'rgan Oppog'oy burgut misol uchib kelib, ayiq bo'yniga yopishdi. Ortidan kelgan ikki ona bo'rilar ham ikkinchi ayiqqa tashlandi. Oppog'oy qancha harakat qilmasin, ayiqni qalin yog' bosgan terisidan tishi o'tmadi. Ayiq bir siltashda Oppog'oyni otib yubordi va tashlandi. Oppog'oy chap berib, oldi oyog'ini tishladi. Ayiq Oppog'oyni yelkasidan tishlab, siltab yerga urardi. Oppog'oy ayiqni bor kuchi bilan mahkam tishlab, oyog'ini g'ajib tashladi. Ayiq esa jon achchig'ida Oppog'oyni bo'ynini g'ajib yerga urardi. Ikki ona bo'ri ham bor kuchi bilan tashlanar, har shapaloq yeganda 5 metrga uchib ketardi. Ayiqni yon tomonidan tashlangan ona bo'ri ayiqni changaliga tushdi. Ko'z ochib yumguncha ayiq ona bo'rini bo'g'izlab, ikkinchi bo'riga hamla qildi. Ikkinchi bo'rini ham bo'g'izlagan ayiq tik oyoqda turib o'kira boshladi. Oppog'oyni joni uzilsa-da, tishlari orasida bir parcha ayiq oyog'ini go'sht qoldi. Qorong'u tun, yarim kechada ko'k bo'ri to'dasi bilan ovdan keldi. Qorong'u tun, yarim kechada ko'k bo'ri to'dasi bilan ovdan qaytdi. Uyasi atrofidagi manzarani ko'rgan bo'rilar toshdek qotib qoldi. Hamma yoq qonga belangan, bo'rilarning bolalari onasini atrofida dod solib yig'lashardi. Ona bo'rilarning murdasi titilgan holda yotardi. Ko'k bo'ri yugurib kelib, Oppog'oyni boshiga boshini qo'yib, sassiz yig'ladi. Qolgan bo'rilar ham bunday og'ir musibatni ko'tara olmay, ko'z yoshlarini ushlab tura olmadi. Bo'rilar uvillab yig'lardi. Ancha vaqt o'tgandan keyin
Ko'k bo'ri boshini ko'tarib atrofni kuzatdi. Hamma yoq ayiq izlari. Oppog'oyni og'zida nimadir borga o'xshadi. Sekin tortib olganda bir ayiq panjasini topdi. Endi qochib qutulib bo'libsan, maxluq. Seni joningni o'zim olaman, deb ko'k bo'ri qasam ichdi. Shunday deb ko'k bo'ri va to'dasi yo'lga chiqdi. 2 erkak va 3 urg'ochi bo'rini uyada qoldirib, o'zi bilan 20 chog'li bo'rilarni olib yo'lga otlandi. Ayiq izlaridan borib uzoq yurishdi. Oxiri qidirib bir tepalikdan topishdi. Har qadamida qon dog'ini qoldirib kelayotgan ayiq Oppog'oyni qotili edi. Ko'k bo'ri to'dasi bilan yetib borganda, endi tepalikka chiqib olgan ayiqlar hansirab yotishgandi. Ayiqlar ko'rdiki, bo'rilar izidan kelgan. Demak, qasos olishga kelishgan. 2 ayiq ham jangga shaylandi. Ko'k bo'ri to'dasini 2 ga ajratdi. Biri kichik, kuchsiz bo'rilar. Ular ikkinchi ayiqni chalg'itsa bo'ldi. Ikkinchisi o'zi bilan jangga kiradi. Ko'zi qonga to'lgan, qasos o'tida yonayotgan bo'rilar hujum boshladi. 2 ayiqni har tarafidan tashlangan bo'rilar ayiqlarni dovdiratib qo'ydi. Ayiqlarni 10 ta hamlasidan biri qo'l kelar, ungacha bo'rilar uni hamma yerini tishlab, shilib tashlardi. Ayiqlar pastlikka chekina boshladi. Ko'k bo'ri qotil ayiqni tepasiga sakrab chiqib oldi va bo'ynidan tishlab tortardi. Birisi oyog'idan, birisi qorniga hamla qilardi. Qiyalikda jang qilish ayiqlarga mushkullik tug'dirdi. 1 soat deganda ayiqlarni ko'k bo'ri to'dasi qulatdi. Ko'k bo'ri qotil ayiqni o'ldirsa-da, hali qasos o'ti o'chmagandi. Ayiqni jonsiz tanasini tishlab tort qilardi. Har tarafda ayiq hamlasidan jarohat olgan bo'rilar o'ziga kelib to'daga qo'shilardi. Bo'rilar bu yerda ko'p qolib ketdi. Tong yorishib, atrofga o'laksaxo'r quzg'unlar kelganda ko'k bo'ri o'ziga keldi. Qonga bo'yalgan to'da ko'kka boqib uvillab turardi. Bolalari esiga tushgan ko'k bo'ri to'dasini boshlab uyasi tomon ketdi. Uyaga kelganda ko'k bo'ri bolalari hech narsa bo'lmagandek o'ynab yurishardi. Keldi-yu, bolalarni bag'riga bosib uxlab qoldi. Ota mehrini his qilgan bolalari ham uyquga ketdi. Ona bo'ri bugungi kunni to'dasi bilan sayr qilib o'tkazdi. Musaffo osmon ostida, gul iforlari bag'rida shirin xayollar bilan tunni o'tkazdi. Yoqimtoy va malla bo'ri go'zallarni qidirib uzoq yurdi. Qirga chiqib ancha kutdi, darak yo'q. Nima bo'lsa bo'ldi, deb oq bo'rilar makoniga yo'l oldi. Chamasi 3 soatlar yurganda oq bo'rilar to'dasi qarshi oldi. Yoqimtoy to'xtadi. Oq bo'rilar to'dasi yetib keldi. Sardor oq bo'ri yaqin kelib, "Kimsizlar? Nega meni makonimda yuribsanlar?" deb ovozini ko'tardi. Taqdirga tan bergan Yoqimtoy, "Oqayoq va Injig'oyni izlab keldik", dedi. "Meni qizlarimni izlab kelgan bo'rilarni jazosi o'lim", deb yana yaqin keldi oq bo'ri. Bu holatga chidab turolmagan Oqayoq otasini qarshisida paydo bo'ldi. "Ota, bularni qo'yib yuboring, ketsin. Men do'stingiz to'ng'iz bo'rilar to'dasiga borishga tayyorman. Faqat ularni qo'yib yuboring", deb ko'k bo'rini himoyasiga oldi.